qanaqa kun bo'ldi? Hammaga salom obunachilar. Bugun men Januzbek Pro obunachilar bunday qilmabman. Xo'pda, xullas. Salom. Assalomu alaykum boyga. Yaxshimisan? Men bunaqa yangi ko'chib keldim. Endi shaharda yashardim oldin. Hozir sal shahardan zerikib ketdim yashayapman. Uy sotib oldim, qishloqqa ko'chdim. Sen yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yerda? Yaxshi. Aytgancha obunachilar bilan salomlashib olishim kerak. Mayli. Hammaga salom obunachilar. Bugun men Januzbek Pro. Bugungi videoda esa bu boyda hayotida xullas ketdi obunachilar. Mana xullas agrotimga ham qarashim kerak edi-yu. Stop. Arenda 128 dollar. Bu oziq-ovqat do'koni. U esa ichimlik ekan, arenda. So'rab ko'rishim kerak, ammo hozir vaqtim yo'q. Birinchi agrotimga qarashim kerak. Men ish izlayotgandim. Ish bormidi menga? Bilmasam. Sizda basseyn do'koningiz bor-ku? Bor. Endi boshqa ish basseynni hali hech kim olmayapti, ish kerak. Mana mana. Hozir ham nima edi? Qishda yo'q. Matega endi sal hech kim hozir basseyn olmayapti. Matega topib oldim. Mana agrotom shu ekan. Shuni chaqib turaverdim. Hop. Sizda olmaslikmi? Sizda temirlimisan? Menda temirli. Endi chuqur bor ekan, ehtiyot bo'lish kerak. Kerak. 36 ta semечка. 100 qo'ydi. Men bonusga yana yarim yetdi. Nelogично Minecraftda. Mashokolarda ham, manilarda ham ahol bo'ldi. Tayyorman. Men ularga sandalga solib qo'yaman endi. Hozir buni hammasini. Endi shu arendalarga ham qarab ko'rishim kerak. Arenda necha pul ekan? Arenda 128 ta olmos. Anita ko'ruvdimda qanaqa uchani. Arendachi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima? Anita do'kon kimniki? Kimniki? Kimnikimi? Aldadi, bu meniki. Nechi ming? Ana endi aytilganu, yozilganu. Menga do'kon kerak edi xullas. Olasanmi? Ko'raman qachon olishimda. Xo'p, hali ko'rishamiz. Bo'pti. Xayrlashib. Bo'pti. Mana xayr. Mayli, xayr endi mana. Merga borishim kerak-da. Merga borib kelmasin. Merni uyi. Merni uyi. Zur. Beodobsizlar. Nima gap? Salomlashmasdan kiryapsizlar. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Men buyoqqa yangi ko'chib keldim. Prosta endi sizlarni pravilalaringni bilmayman. Qoidalaringni tushunmayman, o'zimdan chiqib. Xullas, nimani so'raganlar? Ayta yangi do'kon ochilgan kimniki? Rostdan ham o'shanikimi? O'shaniki. Anita aytgancha. Anita bino nima uchun chiqarilgan? Esa tepaga chiqib kuzatish uchun. Nima qilishni? Tushunarli bo'lmasa. Men baqa kelib, qanday ochasan? Kim qulflab qo'ydi? Men bilmayman. Bilin. Sindiramizmi? Endi sindirishimizga
La uzra hozir sindirmay uzr men eshigingizni sindirish kerak. Kirka olmabman o'zim bilan. Mayli. Vay, men bizni so'kmasa bo'ldi. Kim bo'lsindi? Voy! Bo'ldi, uzrmi? Eshik Buzildi-yu. Hozir men yangi qilib beraman. O temirim bor. Hozir. Qani ochdik. Xullas. Bunkirimni temirim qayerda ekanini olmas. Mana temir. Mana shu sinalar bilan Oldim, verstak kerak edi. unga kerakchi. Hop, Ochim shkafimda sop qo'yaman endi. verstakda hozir eshik qilamiz. Mana. Hozir merga qayta Mana beramiz. soldim. Mana. Motikani ham Biz qo'yib kelib. eshigini sindirib qo'yganimiz uchun mana yangi eshik qildim mana. Bo'ldi. Katta ko'raman. Bo'ldi işte. Oddiy narsa. Endi eshiklarni sandiqqa solib qo'yaman. 2-3 ta eshik qilib Motikani ham solib qo'y. Motikani aqqa solish kerak, ish joyiga. Mayli, senga pul kerak emasmi? Hozir anu qarab ko'ray. Magazin bu oziq-ovqat do'koni ekan. Salom mijoz. Stol nimaga bu 1 ketyapti $114, 2 ketyapti $127. Hozir sanadonchi o'rgatib qo'yamiz. Mana ko'ryapsiz, birinchi mashg'ulot, bu esa tarvuz $114. Mana sabzi esa $127. Oltin olma 64 ta. U skidkaga. Zo'r ekan. $30 xolos ekan. Zo'r skidka. 90% skidka. Zo'r ekan. Yo'ma, nima ishqim. Nima aytdi unchalik? Nima ekan? Mana eng arzoni mana edi, $13. Nima ekan? Tuxum ekan. Tuxum. Mana hozir magazinda sotib olmoqchi edik. Mana bitta kassa ham bor Nega ekan. olasanmi? Olmoqchiman. Masa hozir pul berib turaman. Sekin gaplashaylik. Mayli. Puling yo'q bo'lsa pul berib turaveraman endi. Mana shu do'konda ochganimda o'sha pullarimni qaytaraman hali. Hop. Mayli, hozir senga nechta? Sizda internet ishlayaptimi o'zi? Ishlaydi. Sizda shunaqa sirli joy bormi? Bor endi. Saqlab turaman yerda sandiq. Voy, olmoslarmi? Har xil. Qarasam bo'ladimi? Sandiqda bo'ladi, qara. Yo'q. Blok beraymi yo oldi olmos beraymi? Ikkita stak olmos. Berdim, mana oldim hozir. Chiqib ol, rahmat. Bo'ldi. Bekitib qo'yish qilib hech kim ko'rmasin. Hozir Bekiting. bo'ldi. Hozir beraman. Mana. Endi beryapman, mana 1 stak, 2 stak. Mana bularni ertaga davom ettiramiz. Masa voy, ovodim hozir. Masa bularni ertaga davom ettiramiz. Hozir uxlab olaylik. Sizda hozir internet ishlayaptimi? Ishlayapti. Kanalga ko'ruvchi obuna bo'libsiz, yaxshi. Mana bizning kanalingizga obuna bo'lib qo'yganman. Xo'p, bo'pti, bo'lmasa. Qani ko'raylikchi, obunachim 1123 ta bo'pti, mayli. 2 ta bo'pti, mayli. Bo'pti, kech olaman endi. Kech bo'ldi. Mayli, ana qanaqa kun bo'ldi. Aytgancha qiziqmayman. Birinchi arendaga borish kerak. O'smabdi. Menda ham shu qilish. Ko'ringchi, arendaga ot ko'ringchi. Arenda nima anu ish boshga jisal qoldi. Xullas, Salom mijoz. Salom. Shu sotib olaman-da, aytgancha bu yerdan sotmayman-u. Arendachiga borishim kerak. Arendachiga borsang sotib beradi. Salom arendachi. Salom.
Ana ko'rib oldinglar Piva sedalarni? uzr. Ha, ko'rib oldim. Ha, olasanmi? Ha, mana 2 stak. Ha, yaxshi, yaxshi. Ana Mana yana bittasi. yana ikkinchi stak. Bo'ldi, masalan biz Ha, hozir bo'ldi. chiqaramiz. Ketdi. Endi naringga qilding. Xo'p. Avval uni nima qilasan? Endi sotib olsam bo'ladi. Endi mana shu tablichkani ham o'zgartirib qo'yish kerak, chunki ish qilib kimdirda ololmasin magazinimda. Ha, bo'ldi. Qani tablichkasi? Mana paydo bo'ldi, mana. Tashlab yuboring. Ha. Mana. Ha. Tashladim. Xo'p, Ana. endi buni chiqarib yuborish kerakmi yo turaversinmi? Error nima? Turaversinmi? Ha, tursin. Error. Mana shunaqa nik qilib qo'ydim. Salom. Endi bu meni magazinim. Endi pul to'planib turadi. Mayli obunachilar, hammaga hay, sizlar bilan men Serkoy Pros va Jamol O'zbek Pro. Bu birinchi qism bo'ladi. Va hali bo'ladi qismlar, mayli. Sanani xayrlashmang. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men edim Jon O'zbek Pro. Hammaga xayr obunachilar. Xayr.